Ko'pchiligimiz har kuni ko'radigan, lekin ko'p ham e'tibor qaratmaydigan hududlar bor. Bu do'kon, kafe yoki ofislar oldidagi maydonlar. Yillar davomida kimdir u yerga stol qo'ydi, kimdir mahsulot chiqardi, yana kimdir ayvon yoki qo'shimcha joy qildi. Ayrim holatlarda esa bu hududlar tadbirkorning shaxsiy mulkidek ko'rinish ola boshladi. Endi esa bu maydonlardan foydalanish aniq tartib va rasmiy tizim asosida yo'lga qo'yilmoqda. Toshkent shahar hokimligi huzuridagi tutash hududlardan samarali foydalanish direksiyasi aynan mana shu masala bilan shug'ullanmoqda. Ya'ni tadbirkor foydalanayotgan tutash hududlarini qonuniy rasmiylashtirish, tartibga solish ishlari boshlandi. Bugungacha poytaxtda 7582 ta tutash hudud xatlovdan o'tkazildi. Ularning umumiy maydoni 1,421,000 kvadrat metr. Tutash hudud deganda tadbirkori o'zini belgilangan hududidan 5 metrgacha bo'lgan joyi tutash hududi hisoblanadi. Bu tizimni yaratishdan asosiy maqsad Vazirlar Mahkamasining 478-sonli qaroriga asosan tadbirkor o'ziga tegishli bo'lgan tutash hududlarda faoliyati uchun lozim bo'lgan yer hududdan ijara asosida foydalanish mumkin bo'ladi. Bu to'g'ridan-to'g'ri auksion orqali bo'lmaydi. Ya'ni bu ijaraga berilgan joyimiz davlat mulki hisoblanadi. Davlat mulkini mavsumiy foydalanish uchun ijarachiga beriladi. Tutash hududlarni ijaraga berishda 3 ta yo'nalish uchun beriladi. Umumiy ovqatlanish, xizmat ko'rsatish va savdo uchun. 2026-yilning dastlabki 4 oyida 2330 ta tadbirkor bilan rasmiy shartnoma tuzildi. 485 ming kvadrat metr hudud qonuniy ijaraga berildi. Shartnomada esa muhim talablar bor. Shu talablardan kelib chiqib, faqat yengil konstruksiyalar o'rnatilishi mumkin. Obyektlar dizayn kodi asosida bo'lishi shart. Kapital qurilishga ruxsat berilmaydi. Qurilgan obyekt ko'chmas mulk sifatida ro'yxatdan o'tmaydi. Tumanlarni o'zini imkoniyatidan kelib chiqqan holatda iqtisodiy zonasida, ya'ni 3-zonaga to'g'ri kelsa, o'sha zonadan kelib chiqqan holatda pul miqdori belgilanadi. Ya'ni buni soliq stavkani o'zi hisoblaydi. Uzoq muddatli emas, har yili bizning shartnoma yangilanishi kerak bo'ladi. Bu tizimdan tushgan mablag'lar bir nechta yo'nalishlarga taqsimlanadi. 35% ijaraga beruvchiga, 10% soliq organlariga, 10% kadastr tizimiga, 10% qurilish sohasiga, qolgan qismi esa mahalliy byudjetga yo'naltiriladi. U ijara shartnomani elektron tarzda ijara-soliq.uz saytiga kiradi, ijarani o'zini tasdiqlaydi. Bizlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ijara shartnomani amalga oshirdi degan maqsadda guvohnomasi chiqib keladi. Asosiy talab etiladigan hujjatlarimiz bu jismoniy shaxs bo'lsa, uni pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi, obyektini kadastr ma'lumotlari kerak bo'ladi, ariza kerak bo'ladi va shunga asosan biz ijara shartnoma qilib beramiz. Bu tizim tutash hududlardan foydalanishning tartibini yo'lga qo'ymoqda. Toshkent esa asta-sekin tartibli, shaffof va zamonaviy shaharga aylanib bormoqda.